Maksim Gorkiy. Bolalik asari. Insoniyatning murakkab hayot maktabi. Maksim Gorkiyning avtobiografik qissalari turkumiga kiruvchi Bolalik asari jahon adabiyoti xazinasidagi eng ta'sirli asarlardan biri hisoblanadi. Bu asar shunchaki muallifning o'tmish xotiralari majmuasi emas, balki inson ruhining eng chuqur va ba'zan qorong'u qatlamlariga ko'zgu tutuvchi o'lmas merosdir. Kitobxon Aleksey ismli bolakayning beg'ubor nigohi orqali 19-asr oxiri Rossiyadagi shafqatsiz va ijtimoiy illatlarga to'la muhitni, o'sha davr kishilarining turmush tarzini butun murakkabligi bilan ko'radi. Asar voqealari markazida turgan Qashrinlar xonadoni adovat, manfaatdorlik va jaholat hukm surgan muhitning timsolidir. Bobosining o'ta qattiqqo'lligi, hatto vahshiylikka yaqin qahri hamda amakilarning moddiy boylik va meros ilinjidagi tinimsiz nizolari insoniyatning tuban tomonlarini ochib beradi. Bu muhitda bolalikning beg'uborligi qadrsizlik tuyulsa-da, Alekseyning atrofidagi voqelik uning xarakterini po'latdek toblaydi. Biroq ana shunday zulmat ichida qalbni qutqarib qoluvchi yagona nur sifatida Akulina Ivanovna buvisining siymosi gavdalanadi. Uning cheksiz mehri, sehrli ertaklari va hayotga bo'lgan donishmandona munosabati kichik Alekseyning qalbida yorug'lik va umid uchqunlarini asrab qoladi. Gorkiy bu asar orqali haqiqatning achchiq ranglarini bo'yamasdan, boricha tasvirlab, o'quvchini hayotning eng murakkab darslarini mutolaa qilishga chorlaydi. Asar davomida og'ir turmush tasvirlari orqali kitobxon inson irodasining naqadar cheksizligiga amin bo'ladi. Ushbu qissaning yozilishidan ko'zlangan asosiy maqsad inson irodasining naqadar qudratli ekanligini va eng og'ir sharoitda ham oliyjanoblikni saqlab qolish mumkinligini butun dunyoga isbotlashdir. Muallif Aleksey obraz orqali bolalikning beg'ubor olamini qanday qilib jaholat girdobiga tushib qolishi va bu zulmatdan faqat ilm, ma'rifat hamda ichki ma'naviy kuch orqali chiqib ketish mumkinligini mahorat bilan ko'rsatadi. Asarning falsafiy mazmuni va o'quvchiga beradigan saboqlari quyida muhim g'oyalarni o'z ichiga oladi. Bolalik bu shaxsning qat'iyati sinalgan maydondir. Gorkiy har bir inson duch keladigan qiyinchiliklar uni sindirishi emas, balki yanada kuchliroq shaxsga aylantirishi kerakligini uqtiradi. Alekseyning odamlar orasida chiqib ketishi uning ruhan mustaqil bo'lganidan dalolat beradi. Asar faqat bir oila fojiasi emas, balki butun boshli jamiyatdagi mehr-oqibatning yo'qolishi, ochko'zlik va ma'naviy qashshoqlikka qarshi yozilgan hayqiriqdir. Jamiyatdagi zulmat orasida faqat ichki nur, kitobga bo'lgan muhabbat va poklikka intilishgina insonni halokatdan asrab qolishi ta'kidlanadi. Har qanday tuban sharoitda ham o'zligini yo'qotmaslik, ijtimoiy kelib chiqishdan qat'iy nazar insoniy qadrini baland tutish asarning bosh maqsadidir.